Assalamu alaykum. Dünyanın hər qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyğur Hareketi Təşkilatı'nın Bilim Güç Qararlıq Toru söhbətinin 14-cü qatımlıq söhbətiga xoş gəldinglar. Mən Mükarram Qurban, avval həmminglarga chin yürekdən salam yollayman. Bugünkü söhbətimizdə Avstraliya Uyğur Cəmiyyətinin muavin reisi Cürət Abdukerim biz bilan birlə. Hörmətli Cürət Abdukerim əfəndim, bugünkü söhbətimizə xoş gəldiniz. Aleyküm selam, rahmet, hoş bulduk. Siz özünüzü görərmənlərə bir qısqaça tanıştırıb ötən bolsanız. Rahmet. Onu da aldı bilen tanıştırıştım burun. Muşu ekran aldı ki barlıq qarindaşlarga, şundaqla muşu ekranını bərpa qılğan Mükerrem xanımğa, cəmiyyətimiz şundaqla ailemiz namıdan cin köngülümüzdən rəhmət etmən. Rahmet sizlerge. Rahmet. Benim ismim Cürət Abdukerim. Bizim vatanımız Şərq Türkistan'dan G'o'lja şehir, Üçdarvoza, Quduq Mali 7. kocadan bir ma'rifçi ailesinde dünyaya kelgan. Yani dünyaya kelgan vaqtim 1956 yılı. Ondan keyin ben bir o'rta maktab qayta tarbiya, ya'ni zaygaviy deb qo'ydi. Bizning davrimizda zaygaviy deydigan narsa bo'ldi. O'rta maktabni 10 yil, qayta tarbiyani 3 yil shu G'o'lja shahrida o'tkazdim. Ondan keyin 1978 yılı atalmış Şinjan Daşı'nın, yani Şarkı Türkistan Üniversitesi'nin matematik fakültesi verip o yerde 5 yıl okup 5 yıldan keyin okuş bitirip yana atalmış Şinjan Televizya Daşı'sının matematik okutkucusu bu bölündüm. Şu yerde işleş jarayonida ben 75 yılı, 95 yılı işleş jarayonida 95 yılı ağır bir qatnaş vakası yo'liqib, shundan keyin şu vatanimizda bir yil, ondan keyin Xitoyning, yani Shanxay degan shaharda u yerda bir yil davolandim. Davalanish jarayonlarında nurg'un issiq sovuqlar beshimdan o'tdi. Endi ularni mayda emas, keyin qatimda ba'ziroq qistirib o'tib ketman. Shundan keyin biz chet elga yana Avstraliyaga chiqib davolanish izlikida bo'ldik. Buni ayolim urug' tuqqanlari bilan va boshqa tanish bilishlar bilan aloqalash orqali biz 97 yılı 7. ayının 1. günü Avustralya'ya gidip geldik. Maşınçılık tanıştıray üzerine. Siz Avustralya'ya kelgəndən keyin şu muhacirətlik hayatınızın biz bilan azraq ortaqlaşqan bolsunuz. Şu Uyğur cəmiyyəti. Rahmet. Oldu. Ben bayım deb ötdüm. Ben 1997 yıl 7. ayının 1. günü Adelaide'ga geldim deb. Yani Avustralya'nın Adelaide şehri Royal Hospital degan doktorxonaga şeyge mening ayolim va urug' tuqqanlarimning aloqalashi bilan şeyge davolangani keldik. Endi bu yerga kelishdik sebebimizde bundaq bir narsa var, bunu qistirib o'tib ketay. Biz Shanxay davolanayotgan vaqtimizda biz ağır kamsitishlar uchradik. Çünkü şu mezgilde 97 yılı 2. ay mezgili. 97 yılı 2. ayının 7. günü o değil mi? 2. ayının 7. günü olsa gerek. O bir gün burun ular uqtırış ketdi. Uyghur olsa doktorxonadan chiqarib yutanlar diye uqtırış. Şunlar bizden o günü endi
7. günü, 2. ayının 7. günü mening bir çoğ epres kıladigan bo'lib qolgan. Shu çoğ epresimninki işi bilan meni chiqaramay, epresni qilib bo'lgan kun chiqarib etdi. Çoğ epres qilgan. Men o'zimninki bütün ahvallarim deb o'tay desam u diye belki içinishlik degan olmadan ko'zimning ahvolini deb beray. Ko'zim ko'ygandan keyin ma ko'zimda ichilib qolgan. Yıpılmaydı. 2 yil ko'zim. Qat'iy yıpılmaydı. Endi burnimni o'ziga tushdiqda, og'zimni ich qiltirdi. Chunki mening yuzim og'ir. Men endi shu vaqtning o'zida doktorlarning deyishicha 86-7% ko'rgan ekanman. Shuning bilan endi shu ahvolda men shu doktorxonada davolanayotgan vaqtimda doktorlar epresni qilib bo'lib, chunki ular bütün epres nimadan tayyorlab qo'ygan ekanda, meni avtirish kelgan kun chiqarib o'tay desa, tayyorligi nikoh bo'lib ketmasin deb turib, tayyorligini ishiltish uchun shu kuni meni epres qildi. Cho'ng epres bu. Shu yüz ko'zlarim ishiq, shu ko'zlarning epresi. Shu peti meni doktorxonadan haydab chiqarib etdi. Haydab chiqarib etgandan keyin biz ayolimiz ikimiz boradigan yer yo'q. Sebep, bir şey sorsam bir sebep dedim o çıkırıp yetişti. Sebebi bir gün avval biz onun taz dikkat kılmaya kattık. Bir gün avval Xitayca Şinjanlık bölgünçilerini, Şinjanlık teröristlerini qo'llab chiqaraylik degan dazboni bizning shu ishning oldiga kelib yozib qo'ygan. Uning sababi nima ekan deb uqsa, asli 2. ayning 5. günü G'ulji vaqasi. G'ulji vaqasi bo'lib, 2. ayning 6. günü bular o'qitirish ketdi. 2. ayning 7. günü mening epresim bor. 2. ayning 6. günü kelgan o'qitirishni to'xtab buning epres tayyorligini qilib qo'ydik. Epresni qilib chiqarib deydi. Epresni qilib hoşumga kelgandan keyin shu kun chiqarib o'tgan gap. Sababi shu. Ondan keyin biz chet elga chiqish istiqi bilan şu Avustralyani aloqa qilishib Avstraliyaga davolanib keldik. 7. ayning 1. kuni. Elima ta'limimizga, bo'libmi mening ta'limimga Avstraliya Adelaide shahri bo'lib qoldi. Adelaide shahriga siz kamidingiz, bilmaysiz. Adelaide shahridagi bizning vatandoshlarımızın mehmondo'stligi xuddi sizga xuddi shu bizning vatanni eslatadi. Mening birinchisi endi o doktorxonadagi davo ishim bo'lsa, ikkinchisi shu xalqning menga bo'lgan mehribonligi mening bugungi holatimga turtki bo'ldi deb qarayman. Undan keyin shu vaqtning o'zida Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati shu Adelaide'da. Onun reisi şu vaqtda Ahmet Egenbek kamdi. Bilirsiz Ahmet Egenbek kamdi. O adamның cemiyet namıdan beni yoklab, şu Xitayning zulmini, onun için bizden halkımızdan tatvatkan küllerini bizge anlatış arqılı meningki bugünkidek davaga aralashishimga, davaga kirishimga şu akimiz turtki bo'lgan, şu akimiz sababchi bo'lgan desam bo'ladi. Şu akimizdan yetaklishi bilan shundan keyin men bu davoga hozir endi
pulunu tapqandan keyin onundan keyin bu pul bilan biz ham da'voga kirdim, pulga kirdim. Rahmetli Hüseyin Kam'ı bilirsiniz. Şu vakitte Hüseyin Kam rahmetli öz yayınından yalnız iqtisat ajratıp bu Dünya Uyghur Kurultayı'daki ve başka teşkilattaki hemmisini Sydney'e gelip Avustralya'ya gelip Avustralya'nın hem şehirlerine aylandığında iqtisatın yeniden çıkargan. Şu vakitlerde biz onunla ama bizden gidip azrak birini sunamagandık. Ama kolumuzdan kelişte o kegellerge özümüzdeki esdaşlığımızın bildirdik, yardımımızı kıldık. Hüseyin Kam kılamamızla Allah kıldık. Şunun bilen, onun için astasda bu aşkhanımız bilen kötürüldük. Yaman emas derecege bağdık. Hazır çıkılıp şu aşkhanın nemisi hazır bizden var. Şu Avustralya'da yaman emas aile qatar kirgizip koydu desek mi boladı. Köp rahmet hikayenizni anlap men onu ko'nglim yerim bo'ldi. Mana hozir menga kelib salomatligingiz bilan ayt yaxshi tijoratdimi, da'vodimi hammishda assingizni qo'shib kelibsiz. Alloh texmi sizni salomat qilsin. Siz shu muhojirat hayotdagi butun da'vo ishi bo'lsin, turmushdagi bo'lsin, shu hayot tajribalaringizni chiqargan bir natijalarınız bor deb o'ylayman. Hazırki vaziyette bizning şu davayımız şu derece kelgan bir vaziyette biz yana qandaq bir xil şekilde dava etbasak deydigan bir teklif fikirleriniz bor bo'lsa biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Buludu endi biz davani dastlabda shu men boyimi deb o'tdim. Ahmed Egenberg kamning turkisi bilan bu da'voga kirdik deb. Keyin men Sidneyga kelgandan keyin Sidneyda Hüseyin Kam Hüseyin Kam'ın yetekçiliği bulduk. Dava kırdık. Şu vakitlerde Rabia Hanım yetekçiliğinde bir Türk'üm ezmetlerimiz bir şey geldi. Ulanı görüp tekimi canlandık, tekimi ümitlendik. Şunu olan onun için bu davaga asasen kırdık. Ular kelgen vaxtıda ular bilen billa mesela Uyghur üye alimen deb iqtisat qildi. Iqtisat qilgan vaqtida biz ular bilan birga şu Sydneyda, Melbourne'da, Adelaide'da birga bo'lib ularning iqtisat qilishga yordam bo'ldik. 100 mingdan ortiq shu pulni shu vaqtning o'zida ularga yig'ib verdik. O vaqtda men oshxona aytayotgan vaqtlarim bazı qarindoshlarimiz kelib mening ozroq yordam qilgim batdi, lekin iqtisodim yor bermayotdi deganlar bo'ldi. 6-7 shunda deb keldi. Men bularning hammasiga men bu oshxona aytayotgan vaqtlarim bo'lgandan keyin bo'ladi. Bir nima yezib beringlarni beray o'rni oladi. Deb hammasiga yozg'izib 500dan yuqorisi 1000 so'mdan ortida ochdi. Ama özünün yenide çıkarıda pulu yok. Kalktın qazi durup şu adıdı. O bularga men yerden qilib bularni bu ularni yig'ib bularni öz qo'liga topshirib yo'lga soldik. Hozir bizning bu da'vo ishlarimizda şu Avustralya'da nurg'un qarindoshlarimiz da'voga kirdi. Da'voda o'zining fedakorligini ko'rsatyapti. Masalan, bizning Talg'at deb inimiz yolg'iz kishilik namoyishini o'tkazdi. Haftada bir kun bizning Sydney shahrining markazida beryapti. Uni yolg'iz qo'ymaslik uchun bir necha qarindoshlarimiz har haftada almışıp turib qarindoshlarimiz unga yoriyalashib chiqyapti. Bunun için mi başka qarindoshlarımızın mı yakından yardımcı bolsa tilakdaşman. Siz şu Sydney'de turuş jarayonida bir vatan millat ishlarida qilgan alayida bir faoliyatlarga shohid oldingizmi? Masalan, bir faoliyatlarga Xitoylarni o'rlashtirgan faoliyatlarga kirib, bayroq bizning go'zal ko'k bayrog'imizni chiqardigan degandek shunday bir alayida bir faoliyatlarga shohid oldingizmi?
Endi bunun da biz nurgun işlerini qilib ketdik. Hüseynkamdan keyin ben bir mezgil, yani 3 yıl o Sidney Uyghur Cemiyeti'nin reisi bo'lib Şu vaqtda biz Xitoyning bizning vatanimiz Sharq Turkiston artistlarini ekilib Sidneyda bir faoliyat o'tkazdik. Shuningga 2 yosh bolamizni ergashtirib berib, bu yerda bayroq chiqardik. Bundan belki haberiniz bo'lishi mumkin. Bayroq chiqargan vaqtda bayroqni bu yoshlarimiz chiqardi. Biz ama bunu teşkilçisi bu şu vaqt ben reisdim. Teşkilçisi bu vardık. Onun deyin kim endi nurgun faaliyetlerini kılıvatımız hemmisi şahit men. Olsunuz, dava yoldu olsun, cemaatle birleşip kılgan işler olsun ve bunu bize bir anlatkan bolsunuz. Endi cemaat bilen kıvatkan işlerimiz bekçik. Cemiyet arkalık bu cemaat bilen ilk beriyotgan işlerimiz bekçik. Ama sılgağısı yok. Nurgun işlerini kıvatımız, endi oylanıvatımız. Bunun deyin ki işler bolsa texima önümlük bir davaga es koşkan bolsak davatımız, önümlü kılış üçün endi bir çağrılarını izlenevatımız. Bizning hozirgi davoyimizda faqat namoyish qilish, varaqchi taqish, tashviqot varaqchisi taqish. Ondan keyin shu parlament a'zolariga Xitoyning hozirgi zulmlarini anglatish, shuning bilan cheklanyotidi. Buni endi ba'zi davlatlarda yaxshi unum bo'lyotidi. Masalan, Amerikada, Germaniyada, u yerlarda hozir yaqinimizda hozir unum bo'lyotidi. Biznikida bu bizning Avstraliya biraz qo'zg'alyotidi, Avstraliya hukumatlari, biroq xalqqa tashkilotlarga bo'lgan tashviqotlarimiz toz joyida bo'lmayotidi deb o'ylayman. Shunga men bo'lsa tashkilotimiz shundoqla bu xalqimiz o'zaro ittifoqlashib shu bor tashkilotlarga, masalan islom jamiyatlariga, buddist jamiyatlariga, xristian jamiyatlariga, shularga boshlab kirib Xitoyning hozirgi zulmini, Uyg'urlar tatayotgan kunlarni to'xtamay anglatsak, ularning bizga bo'lgan esdashlik qo'zg'alsa, shu vaqtda davoyimizda bizga ozroq unum bo'lamdiki, Xitoy shundan biroz cho'chandiki deydigan o'ylar bor endi. O'ylayapmiz endi buning endi qanday bo'ladi? Xitoy hozir borgan sari o'zingiz ko'ryapsiz. Xi Jinpingning davlatgan gaplarını anlayatsız. Şinjan siyaseti, to'g'ri siyosat davatıda hazır. Bu Xitoyninki, Xitoy jig'ib aytganda Xitoy Kommunistik Partiyasining qaysi holatda rezilligini ichib tashladi hozir. Shu so'zdan bilib olgan bo'ladi buni. Bu davo to'xtab qolsak bo'lmaydi. Davoda biz bir qadam chekinsak, Xitoy bir qadam ilgarilaydi. Biz bir qadam ilgarilasak, Xitoy uningga bir qadam chekinishiga ishonmayman. Bu rezillikdir Xitoy. Ammo biz bir qadam ilgarilasak, xalqaroning bizga bo'lgan istashligi bir qadam ilgarilaydi deb qarayman. Siz yoshlarimiz bundaki davoga yoshlarimiz chiqish kerak deb qaramsiz. Agar yoshlarimiz chiqish kerak bo'lsa, ular qanday dava qanday kirish kerak, nimalarni qilish kerak, cho'nglar bilan qanday maslashish kerak, mush to'g'riliq o'ylaganlaringiz bo'lsa bir so'zlagan bo'lsangiz. Yoshlar deydigan yurak so'zlarimiz bekchiq. Ularning hammasini deb ketganim bo'lmaydi. Endi hozirgi davoni yuksalishi bo'libmi, Dunyo Uyg'ur qurultayidek aktiv faoliyat qilayotgan tashkilotlarning xalqarodagi faoliyatlarining texmi unumli bo'lishi uchun har bir shaxsiy, har bir yosh o'zining ota-onalarining, urug' tuqqanlarining, qo'lim qo'shni, tonish bilish xizmatdoshlarining bo'lsinmi lager shoidi deb turib rasmlarni yoki ism-tanini ko'tarib chiqib, shuni bir
dava sipıga açıkıp götürüp erkek kılıp berse bu bizning qurultayning xizmatlarini texmi rivojlanishini ilgari surgan bo'ladi. Hozir yoshlarimiz endi qilayotganlar jiq. Ba'zilari uxlayotdi, uyg'onmayapti. Uyg'onib qoladaymiz, qachon uyg'ondi? Vatan ozod bo'lganda uyg'onamda. Hozirdan tortib uyg'onish kerak. Qilish kerak yoshlarimiz. Yoshlarimiz ustiga elish kerak bu vazifalarni. Ular biz qarg'oq tetik, biz qarg'oq jonli qilalaydi, bitalaydi. Yoshlarimiz bo'lsa shu faoliyatga aktiv fedakorligini ko'rsatgan bo'lsa, yoshlarimizningmi bu o'zininki vaqtni ajratamiz-mi? İqtisadi ve manevi cihetten davaga yardımını ko'rsatsa, bu davada başqacha bir tusalatdi davaninki başqa bir tusalatdi, başqa bir ünüm bo'lganini ko'rgan bo'lardik. Hozir endi yoshlarimiz deymiz, yoshlarimiz ko'pinchisi yaxshi. Men Uyg'ur deydigan har qanday yosh bunun sırtı qolsa bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Chunki bizdeki bu zulüm, Xitoyning bizga hozir ko'rsatayotgan zulmi dunyodagi hech qanday bir millatning beshiga kelib baqqan zulm emas. Yahudilar deymiz, Yahudilarningmi o'z vaqtida bizninkidek qiyin qistoq ilingan emas ekan. Shunga qarindoshlarimizniki bo'lsa, yoshlarimizning mushu vaqtning o'zida bir uyg'onib bizning o'rnimizga chiqib, bizning o'rnimizdagi xizmatlarni aktiv qilgan bo'lsa deydigan ümidim bor mening. Siz şu muhaciretteki hayatınızda, dava aralışış jarayonu, bütün jarayonda hazır kılmış davayımızda yani mama işlerini kısı buluttu, mındak işler yeterli bulmadı deydiğanga, mındak işler kısı buluttu deydiğen bir teklif fikirleriniz bolsa, bizle ortaklaşkan bolsunuz. Yaxshi, bu yaxshi savol bo'ldi. Men uzundan beri o'ylab turib bizning Dunyo Uyg'ur qurultayininki faoliyatlarni jonliq aktiv hammaning oldida ketib bordi. Biroq bir kamchilik bor. Tashviqotda toza yaxshi emas. Bo'libmi men endi bu Dunyo Uyg'ur qurultayining shu nemisini Dunyo Uyg'ur TV'ni Qanunki bilan selishtirib qoldilar. Tashviqotni yomon olib. Shundoq deyman. Bizningki Dunyo Uyg'ur qurultayining butun faoliyati bor, butun aktivligi bor, ammo bu tashviqotda alanikidek emas, aktiv emas. Neymişkido? Meningki shaxsan o'zimni aytsam, istiqolni kun ko'rgim keldi. İstiqolning tashviqotlarini. Dunyo Uyg'ur qurultayini bundan keyin ko'rgim keldi. Men bu Dunyo Uyg'ur qurultayining bu qo'llag'ich bo'lish bilan da'vat qilaman. Dunyo Uyg'ur qurultayini anandan ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yman. Shunga bo'lsa, shu Dunyo Uyg'ur qurultayi shu tashviqotda ozroq ko'ngil bo'lgan bo'lsa. Ko'ngil bo'lsa, u texnik yaxshi bo'lib ketadi. Faoliyatlarim jonliq, tashviqotim jonliq, hammasi unumli bo'lsa, o başqacha bo'ladi deb o'ylayman. Bütün muhaciretteki Uygur cemaat degan, Avustraliyadagi olsun, bütün dünyadaki Uygur cemaat degan deydigan bir yürek sözleriniz, teklif fikirleriniz bo'lsa, anlasak, ondan keyin programını oxirlashtirsam. Rahmat. Allah buyurursa vatanimiz çokum azat bo'ladi. İnşallah. Reisimiz Zulqin Aysa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığındaki nutqida Xitoy tajovuzchilariga biz senden senin Shanxayingga Beijingni bizga demayapmiz. Biz o'zimizning ona tuprog'i Sharq Turkistonni qaytarib beryapmiz degan bayonotni bergan. Shundaqmi?
Demek bizning davoyimiz haq davo. Neçe milyonlagan ecdatlarımızdan kıymet dökülgen, şehitlerimizden kıymet dökülgen, ecdatlarımızdan doğru yolla bilen berpa kılgan anı jürtü o Şarkı Türkistan. Anda olurken o bizden hak davayımız. Hak davada biz çokum tutup çıkınız. Demekçi oğlum vatanımız Şarkı Türkistan çokum azat oludu. Biz tutup çıkınız. Hak dava. Bizden davayımız hak dava. Şunaşka muhaciret yaşayotgan qarindaşlarımızdan vatanımız Şarkı Türkistan'ın tuprağına qadam qo'ygan vaqtida qadamlarının uzat atmaslığı için hazırdan başlap şununla tayarlıqda bo'lishini umid qilaman. Yürek sözüm şu. Hürmetlik Cüret Abdikerim efendim, bugünkü programıma vakit çıkarıp qatnashib berganingiz uchun rahmat. O'zingizga taalluq bo'lgan bütün Uyg'ur jamoatidan kutgan umidlaringiz, taklif fikrlaringiz uchunmi rahmat. Sizning bundan keyingi salomatligingizni texmi yaxshi bo'lishini hamda umid qilaman hamda sizni har zaman qo'llab kelayotgan ayolingizga Avstraliyadagi mehmondo'st jamoatga rahmat aytaman. İnşallah bundan keyin yana suhbatda birga bo'lishni umid qilaman. Sizga rahmat. Allah ecringizni versin. Ko'p jafo chekyapsizlar. Sizga o'xshash jafokashlarimizdan faxrlanamiz. Rahmat sizga. Dedi kulumdur, dedim satar mısın?